Bizani Agrobankimiz Qarshi shahrida 5 ta mahalla biriktirilgan. Aeroportdan 3 ta Buyuk To'ron Qarshi temir yo'lchi, Shohbeka Naqshband vokzalidan. Hozirda bizga shu mahalla bo'yicha imtiyozli kreditlarimiz 23% ayollarga beriladi 50 million so'mgacha. 2 yil imtiyoz daha bilan. Faqat ishsiz bo'lish kerak. Ishsiz bo'lsa shu mahallaga keladi 23% dan ayol kishiga 5 yilga 2 yil imtiyozlar bilan o'zini band qilganga bu narsa beradi. 12 million so'mgacha 5%, kafilsiz. U ham 23% bo'ladi, faqat 4 yil 6 yil imtiyozlar bilan. Erkaklar 25%. Kim faqat ishsiz bo'lish kerak bu ularga. Ishsiz bo'lsa-ki o'sha ish bilan ta'minlandi degani bo'ladi-da. Kredit foizini o'shandan aylanma pulidan to'laydi. Faqat o'sha misol 50 million so'm olaman desa, kafil qo'yadi, 2 yil imtiyozini to'laydi, 2 yil foizini to'laydi, 3-yildan tanasini to'laydi. 12 million olsa 6 oy imtiyozli foizini to'laydi, keyin 7-oydan tanasini to'laydi. Shunga kechalik so'rayman, jo'rayman deymiz. Masalan, o'zim ishli bo'lib, xo'jayinim ishsiz bo'lsa-da, xo'jayinim bo'lsam bo'ladi. Xo'jayinlarga kafil o'tadilar. Faqat shu olaman desalar biz shu 5 ta mahalla bo'lib, shu mahalladan sabab bo'ladi. Mahallasi katta bo'lsa, shu u boshqa ipotekani qaysi bank biriktirilgan. Bu boshqa kreditlarimiz ham bor, budjet tashkilotlariga. 25% dan 2 yilga olsaylik, 26% dan 3 yilga, 4 yilga 27%. Kafil bilan bo'ladi. Kafil ish so'raydi. Kafil